Odam ustiga haydaman o. Sizmidingiz telefonda gaplashgan? Na, men insanlarni qidirib Samarqand, Urgut yurishim kerakman. Olib qollaring men buni. O'zingiz kerak bo'lsa yurasiz-da. Nima bu? Hali ham o'sha ko'p gapirasan boru. 17 ko'rgan. Sallamasdan gapiring, mashinadan tushib oling. Keyin narxlaymiz telefoningiz. Mayda gaping ko'p desani boru. Ko'p emas, realni aytyapman-da. Endi Urgutda bo'lganimizdan keyin Urgutga kelasiz-da. Urgutda joy ochganmiz. Samarqand Urgutliklarga xizmat qilyapmiz texnosedi do'koni. Hop. Tezlashib ko'rgan narxlarga. 14 bu 17 emas u. 17 dedingiz menga. 17 laqabli 14 Pro Max bu kam chexol gapirmayaptimi senga? O chexol nima? Bitta otib olsa yo'q bo'ladi-yu. Menga realni 17 ni o'zi kerak. Sanani deb Toshkentdan Samarqandga men Urgutgacha ham keldim. Urgutni vohima qildalaring keldim mana, qara. Xo'p, nech pul deyapsiz buni? 1600. Nechi kodi? 2. Ye? O'zingiz ham ikkimisiz deyman-da. Ha, qattan bilding. Bilib o'raman dema shunaqa. Da bo'p, tezlash. Hop. Nech pul uni yo'mkislarni o'zi tayyor qilib qo'yibsiz 92 ekan. 1600 do'mani nechi berasan? Tezlashib gaplashing. Aqlingiz bilan urushib qolganmisiz? Yo'q, urushmaganman. 500 ga ham tortmaydi-yu bu. Nechi pul berasan? 800 beraman to'g'ri kelsa. Undan oshuv, vobshe oshuv. Bo'l, ketdi ichkaridan olib beraman Urgutdan. Urgutni vohima qotuvdilaring shumi do'kon? Bitta ko'rgansan, ha? Davay yur ko'raylik. Ketdi. Boshqa ko'p sanaysan deb. Va yerdan sitib olmayman-da, senga o'xshab menga oddiylikchi kelmaydi pul. Xullas, men bundan avvalga men skidga qo'yganmiz hozir. Gap eshitgan, 50% skidkada. Narxi 199 ming so'm sotilgan. Hozir hamma tarmoqlarda 119 ming so'mda. G'ishtir undan ko'ra avtomatikni ko'rsatgan menga. Ayyor, u ham skidkada. Izding boru. Menga qara, men avtomatikni. Nima bor? Aksiyali narsani qidirib yurasanmiz, ha? Sani sevdi, yetkira ekan. Hamma avtomatlik aksiya ketyapti, lekin bunisi boshqachasi. 50% skidkada 378 ming so'm sotilgan, hozir 50% skidkada narxi 189 ming so'm. Qo'lingga borib, umuman karushlamagan o'xshaysan. Bilasan, karushlamagan. Qara, mana shu ko'p fotolarning, kanu mebelmi, televizor nimalar bor deb o'shani ham ko'rsat. Bo'ldi, bu yoqda. Bu qayerga olib ketyapsiz buni, ha? Sofiylar bormi sizlarni? 30 talik televizor narxida 43 talik beryapsiz. Voy, opachamiz, singlimiz mas ketyapman. Bizda aksiya ketyapti deyapman. Bir xilliga o'xshab 30 oy, 35 oy deb yurmaymiz-da, mana shu ko'rayotganingiz. Eski narxi 258 ming so'm sotilgan, hozirgi kunda atigi 129 mingga mashina berib yuryapmiz. Da zo'r qilsalar. Qara, bu ham menga o'tdi. Bo'ldi, qolganlarni ham ko'rsatdingmi? Yur, ko'rsat, vaqt turibsan. Voy, nima qilib o'tiribsiz? Voy, yozib qo'ygan. O'tirish mumkin emas. Tursangiz o'rningizda. Farosatdan bergan ekanda. O'tirish uchun deb o'rgatdim. Ha, o'tirish yoqadi. Men sizga bu oydan beri aytyapman. Qatga chiqsangiz ham bizda hammasi taksiga ketyapti. Gilamlarda ham, mebellarda ham. Mana shu ko'rayotganingiz eski narxi 198 ming so'm sotilgan. Hozir 60% ketkada 79 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Komplekt, qon taxtalari ham, ikkita pufiklari ham bor. Oshxona ugalovga. Voy, siz faqat aksiyali narsani qidirib yurasizmi? Mana shu ko'rayotgan. Qarang, qalinligini bitta ko'ring. Sanni oldin ko'rib bo'ldim. 5 metrga 3 metr mana shu ko'rayotgan gilaminglar ham atiga 69 ming so'm. 70% ketkada. Mana bu ko'rayotganingiz 18 ming so'm, 2 ga 3 razmeri. Bo'ladimi? Xohlasangiz barabanni ham aylantirib turib, sovg'ini ham olsiz bo'ladi. Ko'rasizmi? Ularni uyga jo'natib yur, baraban aylantiramiz. Mana shunaqa baraban aylantirib turib, ham arzon narxda olasiz, ham baraban aylantirib sovg'asiz bo'ladi. Mutlaqo tekinga oching. Vaqtingizni nima beradi? Bilasan, menga katta narsa. Ha, ko'ringlar. Televizorda. Xuddi shu televizorni sizga mutlaqo tekinga beramiz. Qarang, bizning hamma filiallarimizda xuddi shunaqa aksiya ketyapti. Faqat 12-dekabrdan 20-dekabrgacha ulgurib kelib qolishingiz kerak. Hech qanaqa boshlang'ich to'lov yo'q. Ko'rdingizmi? Haqqoniy bo'ldimi? Sizga beraveramiz. Xullas, hammalarni do'konda kutib qolamiz. Eng zo'rni sizlardan yaqin izlashib qo'ying. Ketdik, go.